Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan Gaming Uz. Bugungi videoda master kulguli vaziyatlarni gaplashamiz. Qanunda biza Bossa inventory ochiladi. Yo'q, tekin inventory. Oh my god, nima bu? Vashi katta ish qildik-ku. Mana o'sha san tavsiya qilgan eski Minecraft. Mana o'zing videoni ko'r. Men bu o'yinni o'ynadim va inventarni ochdim. Sen bo'lsa ocha olmading. Hamma gapirmasa ham bo'ladi. Qanaqangi grafika bu? Yo'qmi? Nima? What the fuck? Nima? Kreativda tashlanmoqchim bular. Tomi ketib qoldim. Kasalmisanlar? A few moments later. Ertalab dorisini ichmaganmi bular? Yo'qmi, yo'q. Teyom kichkinagina qishloq. Ana endi ichganlarini tekshirib ko'ramiz. Va ko'ramiz nima bor ekan, qanaqangi o'zgarish. O'zgarish bo'lmaydi, o'z birinchi versiya. Mamarayim. Qattasan? Hatto bu Hoshimjon. Mana Hoshimjon o'tirgan ekan. Hoshimjon do'stim, qonday, tinchmisan, charchamayapsan? Chiqma, gaplashaylik. Yo'q. Qanaqa nosan? Men nos chekmayman u. Hozir bilan to'raga admin qilib somsaxonaga so'z qilaman bilib ol. Somsaxonaga so'z bo'lasan bunaqa ketishda. O'la. Nima o'lmayapsan? Voy bu. Voy, men o'yinda endi sezdim. Men Steve ekanman shuncha payt. Yo'qmi, yo bekorga boya jitel og'zingdan nos hidi kelmayapti, kelyapti demagan ekanda. Demak biza. Shunda bu Steve noskash bo'lgan. Nos chekmay o'la. Endi bunday o'ylab qarasak, boshqa dunyoga ham bitta borib bo'lishi mumkin. What the fuck? Nima bu grafika? Inasini yemsa yo'qolib qolgan ukamman deb o'ylayaptimi? Meni tavba orqamdan quyilib yurishibdi. Nima balo? Kasalmisizlar sizlar ham? Endi jitcha biz survival qilib ko'raylikchi. Qani survivalda nimalar bo'lar ekan, nimalar qila olamiz? Let's go. Eng qizig'i akalar, men survivalda ustasi emasman yoki master emasman. Agar xato qilsam, toshot bo'lmas. Eng qizig'i akalar, bu daraxt, buncha eski teksturada, vashag'lat ekan. Qo'y bo'lmas ekan bunda bosib turman. Nima? Hozir crafting table yasaganimga menga achievement berdimi? What the fuck? Bu versiyada yeslicho kravat yasamoqchi bo'lsanglar, vashi farqi yo'q. Shuna qo'yasizlar, har xil rangli bir shersdan qo'yasizlarmi, bir xil kravat yasaladi. Og'alar, eng qizig'i bu Minecraft versiyada qaranglar, ugl, temir, olmos va oltindan boshqa hech narsa yo'q. Eng qizig'i borku, o'yinga shader qo'shish ham iloji yo'q. Voy, sigirlar vashi shader ekan-ku. 3-4 talab go'sht tashyapti. Qani hozir haqiqiy Minecraftda ham shunaqa bo'lganda. Oldingi Minecraftda sigirlarga o't berib, somonlar berib, semirtirib boqishgan ekan. Mana sezildi 3-4 ta go'sht tashlashdan. Hozirgilaricha bitta go'sht tashlasa kattaga. Menimcha eski versiyada o'ynaganimiz yetadi. Ana endi abrakadabra yangi versiyaga o'tamiz. Hammaga xayr, obunachilar, shu bilan videomiz tugadi.